Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. E'tiboringiz markazida UFC MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Vodiy MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC MMA boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin 2 soat vaqtimiz ketgan. Ushbu rolik uchun 3 soniya vaqtingizni ayamay videoga like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz bugungi dasturimizni boshladik. Bilal Muhammad Islom Makhachev navbatdagi jang uchun shartnoma imzolashga chaqirdi. Islom menga "Sen chempion bo'lib, meni rejalarimni buzding" dedi. Men esa unga aytmoqchimanki, shartnoma imzola, chunki men Montrealdan kamarsiz qaytmayman dedi UFC chempioni Bilal Muhammad. Uning Della Madelinga qarshi chempionlik jangi UFC 315 turnirida 11-may tongida o'tkaziladigan bu Bilal uchun ilk himoya jangi bo'ladi. Avvalroq Islom Makhachev agar Della Madelinga g'alaba qozonsa, titul uchun jang qilish maqsadida yarim o'rta vazn ko'tarilishi mumkinligi xabar qilingandi. Makhachev esa Bilal bilan jang qilishni istamaganini bildirdi. UFC jangchisi Hamzat Chimayev Du Plessis murabbiyi Morin Vesseling so'zlariga javob berdi. Hamzat Du Plessis murabbiyi siz bilan partnerda haqiqiy urushga tayyorgarlik urg'u qaratayotganini aytdi. Mayli, urushga tayyorgarlik ko'rishaversin, men esa qotillikka tayyorgarlik ko'ryapman dedi Chimayev jurnalist Adam Zubayrning ijtimoiy tarmoqlar sahifasiga keltirgan so'zlariga. Chimayev so'nggi jangi 2023 oktyabr oyida UFC 308 turnirida bo'lib o'tgan. U birinchi raundda avstraliyalik sobiq chempion Robert Whittakerga og'ritish uslubi bilan mag'lub etgandi. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlar barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Vodiy MMA kanalida uzoqlashmay, tez orada ko'rishguncha do'stlar.